Xo'p, obunachimizdan savol kelibdi. Qanaqa qilib 3 ta kiloga o'zimni manekenimni kiritishim mumkin debdilar. Uni yo'li oson. Hozir men qaysi o'lchamlarni olib 3 ta kiloga kiritishni o'rgataman. Hozir asosiy 3 ta o'lcham: ko'krak aylana, bel aylana va bo'ksa aylanani olsak bo'ldi. Faqat uni to'g'ri o'lchab olsak bo'ldi. Xo'p, birinchi ko'krak aylanasini ham qo'ltig'i tagidan o'lchanish kerak. Shunda to'g'ri chiqadi. Keyin ikkinchisi bel aylana. Xohlasanglar rezinka bog'lab olinglar, belni eng tor joyini topish uchun. Keyin bo'ksa aylanasi. Bo'ksa aylanasi eng keng joydan olinadi, uni bilasizlar. Bo'ldi, mana shu 3 ta o'lchamni endi qanaqa qilib 3 ta kiloda kiritishni o'rgataman. Mana manekenimiz, bu yoqda mana ko'krak aylanasini, bel aylanasini va bo'ksa aylanasini o'zgartirsak bo'ladi. Undan tashqari boshqa hamma mana shu chiziqlar qayerda bo'lsa, o'sha chiziqlar bo'yicha razmerlarni kiritib chiqsak bo'ladi. No bizga hozir faqat ko'krak aylana, bel aylanani va bo'ksa aylanani o'zgartiramiz. Ko'krak aylanasiga 90 qilamiz. Tak. Обхват талиyaga уже автоматически mana 70 100 qo'ydi. Uni o'zgartirsak bo'ladi. Biz manekenda necha o'lchagan bo'lsak, bizada tak 105 edi. Обхват tali 68 edi. O'zimizga kerak qilib, kerak razmerlarni mana shunaqa qilib o'zgartirsak bo'ladi.